muhabbatni manfaat bilan kuchaytiring. Hamda bu muhabbat degan o bir tuyg'u. Bu yerda men keng ma'nodagi muhabbatni deyapman. Masalan, qarindoshlik, urug' tuqqanlik, ota bolalik muhabbat. Ondan oiladagi er ayollik muhabbat. Ondan do'stlar, birodarlar o'tirsidagi muhabbat. Ondan sheriklar o'tirsidagi mandaq yaqin hissiyat. Ondan bizning jamiyatga bo'lgan, xalqqa bo'lgan bu muhabbatimiz, vatanga bo'lgan muhabbatimiz degandek nurg'unlig'an muhabbatni men umumlashtirib yerda muhabbat deb turdim. Endi bu yerda muhabbat bilan manfaatning munosabatini so'zlamoqchi. Ya'ni muhabbatning asosini biz manfaat asosida kuchaytirishimiz kerak demoqchi. Endi bu gap chiqqanda o'ng'ay gap bir tarafga eg'ib ketib qoldi. Eg'ib ketib o'ng'ay xato tushunishlar bo'ldi. Ya'ni bu yerda muhabbat muhimmi, manfaat muhimmi degandek talash tortishib qoldi. Endi men demoqchi, muhabbat o qadrlashga tegishlik tuyg'u. U bir go'zal narsa. Nihoyatda go'zal narsa. Lekin bu go'zal narsani qadrlash uchun uning manfaat asosini yaxshi bir taraf qilishimiz kerak demoqchi. Olayli. Urug' tuqqanlar ara savdo qilmaslik kerak deydigan gap bor. Bu gapning asosi bor. Haqiqatan urug' tuqqan qarindoshning o'tirsig'i manfaat tushgan vaqtida manfaat agar yaxshi bir taraf qilinmasa, bu qarindoshlik hissiyotiga daxl etadi. Buning asosi bor. Lekin bu gapni bir taraflama holda buni akitib, bu yerda urug' tuqqanlik hissiyotining o'tirsida manfaat bo'lmaydigandek. Ondan butunlay buni hissiyotga otib qo'ydigan. Mandaq bir tarafga ketib qolsa qilmaydi. Qarindoshning o'tirsida manfaat bo'ladi. Xo'sh, endi er ayollar o'tirsidagi manfaat. Endi to'yninki asosi muhabbat, hissiyot bo'lishi kerak deymiz. Bu to'g'ri. Lekin bu hissiyotning o'zi eng go'zal narsa bo'lgan bilan hissiyot o turaqsiz narsa. U odamningki badanidagi mikro jonliqlar o'tirsidagi tortish kuchi. Nurg'un oilalarda bir necha yil o'tgandan keyin muhabbat ilgirki qaraganda suslab qoldigan bo'ladi. Bu tabiatning qonuniyati. Endi dal mushundaq bo'lganligi uchun mushu muhabbatni texim uzoqcha saqlab turish, mangu saqlab turish uchun boshqa ishlarga diqqat qilish kerak-da. Manfaatning ishiga diqqat qilish kerak. Er kishining er kishiga tushliq mas'uliyati bo'lishi kerak. Oilada teximi ko'p pul topadigan, oilaning ig'irini hal qiladigan shundaq bir mardonaligi bo'lishi kerak. Endi ayol kishining oilaning ma'lum masalalarini hal qiladigan, uning o'ziga tushliq ayollarga xos mas'uliyati bo'ladi. Endi mening demoqchi o'g'lim, bu yerdagi manfaat yolg'iz pulni ko'rsatmaydi. Odamning manfaati ba'zida moddiy jihatdan, ba'zida ma'naviy jihatdan bo'ladi. Endi bir o'yning amaliy ahvoli bo'ldi. Ba'zida ayollar pul topa oladigan bir kasblarni qilib qoladi. Undaq bo'lsa ayollarmi ko'proq pul topsa bo'laveradi. Yana ko'proq ahvolda yana erlar hamda jismoniy jihatda kuchli, harqas jihatda aplik bo'lgandan keyin erlar ko'p pul topadigan ahvol ko'proq bo'ladi. Bumi tabiiy ahvol. Doktor To'lqin Qodir muallimning yillik korxonchilar klubini tushunmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidor bilan aloqalashing. Endi demoqchi o'g'lim, masalan, erlar ko'p pul topsa, ma'lum moddiy jihatdagi manfaat. Ondan undaqda ayollar agar jiq pul topmasa, o chaqda bu yerda manfaat munosabati ojiz bo'lib qolamdi deganda undaqmi emas. Chunki erlar sirtda qancha ko'p pul topgan siri uning ma'naviy ehtiyoji, ma'naviy manfaati paydo bo'ldi. Mushu ma'naviy ehtiyojini qondirish, muvofiqlashtirish bumi ayollarning vazifasi bo'ldi. Demak, bir uyda ayollarning kayfiyati qandoq bo'lsa, mushu uyning kayfiyati shundoq bo'ldi. Mush kayfiyatning o'zimi bir manfaat. Demak, ayollar agar jiq pul topolmasa, o chaqda erlarga texmi ko'p kuyinish orqali, erlarning xizmatini qo'llash orqali, oilani texmi ratlik, mehr-muhabbatlik boshqarish orqali mushu ishlarni yaxshi bir taraf qismi mushumi manfaat. Shuning men bu yerda butunlay pulning gapini qilyapmayman. Moddiy manfaat va ma'naviy manfaat. Ikkilisi teng, ikkilisi muhim. Shunga hamma odamda bir qimmat bor. Qarshi tarafning manfaatiga tushadigan bir qimmat bor. Shunga mushu manfaatlarni yaxshi bir taraf qilganda,
Her bir odamda mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, mushu manfaatni yaxshi bir taraf qilib, qarshi tarafga bir naf yetkazgan vaqtida bu oila inoq bo'ladi. Ondan mushu manfaatlar yaxshi hal bo'lgandan keyin bu chaqda bu yerdagi muhabbat xuddi bir tashdagi guldek, gulning bargidek o'zining go'zalligini ifodalaydi. Agar bu manfaat to'g'ri bir taraf bo'lmay turib, muhabbatni manfaatning ustiga qo'yib olib, masalan, men bu manfaatlarni yaxshi bir taraf qilolmayman, ammo men ayolimni nihoyat yaxshi ko'raman desak, yoki ayollarni men uydagi boy degandek manfaatlar bilan faqat ko'rim yo'q, ammo men yo'ldoshimni nihoyat yaxshi ko'raman desak, bu xil yaxshi ko'rishmi tazbek mustahkam bo'lolmaydi. Demak, mening demoqchi o'g'lim, muhabbat u bakmi go'zal narsa. Tashdakdek guldek. Mangu qadrlashga tegishli narsa. Hamda qadrlashga tegishli narsani ustiga chiqarishimiz kerak. Uning ostida bir mustahkam manfaat bo'lishi kerak demoqchi. Xo'sh, yig'ib aytganda, bugun muhabbat, do'stlik bilan, mehr-muhabbat bilan manfaatning munosabatini tahlil qildik. Men bu yerda hargiz hammadan pul mo'yim, hammadan manfaat mo'yim degan gapni kuchaytirish emas. Aksicha ko'pchilik his qildi, tigi taktidan men shu muhabbatning, do'stlikning, shu tuyg'uning go'zalligini ta'kidlamoqchi. Bu shundoq go'zal narsa. İnsan hayotidagi go'zal tuyg'u. Endi shu go'zal narsalarni go'zal petishi qadrlash uchun uning tigida mustahkam bir manfaat bo'lish kerak. Ma'noga sal qaramayli demoqchi.